Assalamu alaikum bütün dünyadaki karındaşlar. Hemminlarga samimiy salam, oliy ehtirom. Beşimiz şunda ağır külfetler var bugünkü günde. Xitoy bizni besib olganligining 70 yilligini dunyoning hamma yeri qutlaqlayapti. Men mushu munosabat bilan sizlarga to'rt ig'iz o'zimning yurak so'zimni qilaman. Bugun bizning vatanimizga Xitoy tajovuzchilarining tajovuz qilganiga 136 yil ekan. Rasmiy besib olganga 70 yillik yillik o'zining davlat bayrami deb bizningki qenimizga keçib yurib o'ziga davlat bayrog'ini bizning vatanimizga tiklaganining 70 yilligi. Qarindoshlar, bu bizning uchun intayin og'ir motam bir kun. Uni men demasam hammanglar bilasizlar. Mana shu 70 yil ichida Xitoy hukumati bizning beshimizdan qanchalik kashmishlarni kechirdi. Biz orqama-orqa qandaq aldandik qarindoshlar. Bu davlat bayramini, her qitimliq davlat bayramini Uyg'ur xalqining qini bilan, bayroqni Uyg'ur xalqining qini bilan qip-qizil qonga milab, qip-qizil qilib bosdi bizning vatanimizga qarindoshlar. Xitoy hukumati her davlat bayramidan burun Uyg'urlardan hiç tutmadı degan vaqtida Sharqiy Turkistonning ichidan, ya'ni Uyg'ur bizning vatanimiz, Uyg'urning vatanining ichidan kam bo'lganda 5000-6000 adamni her bayramda her yıl qo'lga oladi. Sizlar hemen o'tamaysizlar. 60 deganda 20-30 ni o'lim jazosi hukm qildi. Xitoyning urf odati o'zining xo'shalligi bayrami kelgan vaqtida o'zi besib olgan boshqa millatlarni o'ltirib, oshininga bir-biri bilan qadah so'qashtirish vahshiyligiga vaqt qarindoshlar. Xitoy kommunistlari mana shuni davomlashtirib keldi. Bizning ustimizdan. Bizning qenimiz bilan bayramini o'tkazib, bizning qenimiz ustiga qenimizni sharob qilib ichib, bizni shu bayramga qatnashtirdi. Qarindoshlar, mushundaq bayram qilaman degan Xitoy o'ziga bayram qilgan, bizga zavol bo'lgan, bizga motam bo'lgan, bizga ko'z yosh bo'lgan, bizga qon to'kilgan bu kunda Xitoy hukumati dunyoning hamma yerida men bayram qilaman, Uyg'urlar kelsin desa, ashaga mayli Xitoyga siz yaloqchi bo'lib ketgan bo'ling. Mayli Xitoydan qo'rqqan bo'ling, mayli ashalik tuqqanlaringizda oygan bo'ling. Bari bir Uyg'urga o'lim jazosi hukm qildi. Siz nimishqa borasiz? Biz bormaylik qarindoshlar. Bormanglar desakmi boradiganlar, nomus qilinglar, uning qo'numisanglar, sizlar o'zinglar tarixning jazosini tortisizlar. Hatto sizlar ash so'ringa borganda, ash Xitoy o'zi masxar qiladi. Ash sizga qadah so'qashtirayotgan vaqtida sening qeningni biz ishimiz, seni biz öldürürüz, sen yalvarıp küçüktek ayığımızda ömüleyse dep durup sizlerini başında apırdı aşı sorunga. Şunun için nomus kılınla, bağallağa qarab, bağmağalla ibret ilip, malağı terbiye verip, öz etrafınlağı tatımla. Biz bu 70 yılını kanda ötküzümüz degen mesele üstüne yapışaydı. Bu 70 yılda biz kaygımız ne, azap okubudumuz ne, cidel macirayımız ne, nizahlarımızı hemmisini yokutup Xitoyga qandaq qilib ajallik zarba berimiz, qandaq qilib biz lagerni taqtib tuqqanlarimizni, xalqimizni qutuldurimiz degan plan va programmalar bilan o'tkazamiz. Biz mushu kunda besib olgan mushu kunning intiqomini qanday olamiz, Xitoyni qanday qo'g'lab chiqaramiz degan bilan o'tkazamiz qarindoshlar. Shuning uchun dunyoning hamma yerida namoyish bo'lyapti. Hamma yerida Xitoyga bo'lgan nafratlarni bildiryapti. Masalan, Kanadada necha kunda bir namoyish o'tdi. O tarafda Xitoy bizni onda deb tillayapti. Ma tarafda bizninkilar fashist deb tillayapti. Qarindoshlar, ko'rdinglarmi? Xitoy kommunistlari u Xitoy xalqi emas. Xitoy kommunistlari jallodlar, ular pul berib odamlarni chiqarib, hatto bizning namoyishlarimizga demokratiya davlatlarda oshkor haqorat qilib oldinlarga kelyapti. Sizlar ularga ajallik zarba beryapsizlar. Nihoyatda yaxshi javob beribdi Kanadadagi bizning qahramon qiz o'g'lonlarimiz. Rahmat ularga. Endi dunyoning hamma yerida bo'layotgan namoyishlarga, qandaq namoyishdan bo'lishdan qat'iy nazar, qandaq tashkilot ochishdan qat'iy nazar, hammasiga chiqib o'zinglarning Xitoyga bo'lgan nafratinglarni ham Xitoyga bildiringlar, Xitoy hukumatiga, ham dunyodagi barliq millatlarga şu kuni besib olinganligimizni, biz onun razı emasligimizni, biz norozi ekanligimizni bildirib,
namoyon qilib bayrog'imizni lapaldatinglar qarindoshlar. Davlat bayramidan qutulib, yana bir qitim bayramini o'tkazishga Xitoyga fursat bermaslik kerak. Butun dunyo hozir Xitoyning raqib ekanligini, fashist ekanligini, dunyoga insonlarga kelgan tahdid ekanligini bütün dünya bilip yetti. Bizning qinimiz bilan bilip yetti qarindoshlar. Bizning ko'z yeshimiz bilan bilip yetti qarindoshlar. Qaranglar Shanganda Uyg'urning bayrog'i, Sharq Turkistonning bayrog'i, Tibetning bayrog'ini chiqarib, o'ttiriga Shangangning bayrog'ini qo'yib, biz ularning orqasida biz birlikda ozodlik chiqishimiz kerak deb har bir namoyishda bizni namoyon qilibdi. Sinimi dunyoning hamma yerda namoyish qilganlar Shangangning bayrog'ini ishlatib, Tibetning bayrog'ini ishlatib, hatto Mo'ng'ullarning bayrog'ini ishlatib, bizga ozodlik kerak deb billa qo'yanglar qarindoshlar. Boshqalar bizni destekleganken biz desteklaymiz. Mushu bayramga Xitoy bayram degan, mushu zoval topgan mushu kunga, mushu 4 millat, 4 davlat qarshi chiqyapti qarindoshlar. Yana butun dunyo qarshi chiqyapti qarindoshlar. Dunyodagi bularga pulga setilganlarmi ichidan bularga nafratlanadi. Biz dunyoni ashundaq o'yg'atdik, ashundaq o'yg'itimiz. Biz bedel төлep kan bilen, köz yeşimiz bilen, ballarımızdan narisi, ballarımızdan ahuzarı, anılarımızdan ahuzarı bilen biz dünyanı uygattık, dünyada tınışlık çakırdık. Bütün dünyanın bizim tınışlık, biz üçün tınışlık kelip Xitay'dan bizim halkımızdan kutulduruşka çakırmen, hem halkımızdan o uygak duruşka, yani bir bayram ötküzüşke Xitay fırsat vermek, yeni tedbirler bilen çıkışka ben çakır kılmak arkadaşlar. Rahmet sizlerge.